Assalomu alaykum. Tozalik, tartib, nemis sifati va tezkor avtobanlar, bavar sosiskalari va pivo. Tushunganingizdek, bizning bugungi suhbatimiz Germaniya xususida bo'ladi. Germaniya Yevropaning eng yirik iqtisodiy markazlaridan biri. Mamlakat aholisi soni 81 milliondan ortiq. Aksariyat odamlar uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan yozuvi oliy sifat sinonimi sanaladi. Nemislar hamon barcha yerlarda naqd pul bilan muomala qilishadi. Shu sababli mazkur o'lkada sizning viza kartangizni qabul qilishmasa, hayratga tushmang. Aksariyat restoran va kafelarda karta bilan pul to'lanmaydi. Mamlakatdagi to'lovlarning 80% dan ko'proq qismi naqd pul vositasida amalga oshiriladi. Nemislar yiliga 1371 soat ishlashadi. Taqqoslash uchun keltirib o'tamiz. Rossiyada bu ko'rsatkich yiliga 1985 soatni tashkil qiladi. Ammo nemislardagi ish samaradorligi ruslarga qaraganda 3 barobar ko'p. Aksariyat do'konlar, apteka va savdo markazlari oqshom payti soat 7 yoki 8 dan yopiladi. Faqatgina yirik supermarketlar tarmog'i bundan mustasno. Yakshanba kuni restoranlardan boshqa deyarli barcha joy yopiq bo'ladi. Bundan tashqari restoranlar ham faqat tushlikka qadar ishlaydi. Undan keyin esa ko'chalarda gul rastalari va bulochka do'konlarinigina ochiq holda ko'rishingiz mumkin. Zarur narsa kerak bo'lsa, yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi kichik do'konlardan topasiz. Nemislar haddan tashqari taqvodor emaslar. So'rovnomalarning birida ularning 57% o'ta dindor emasligini tan olgan. Germaniyada velosipedchilar uchun alohida sharoitlar yaratilgan. Ular o'zlarini yo'llarda xuddi shahar egasidek his qiladilar. Velosipedchilar uchun alohida yo'laklar ajratilgan. Buning eng ajoyib namunalarini Myunxen shahrida ko'rish mumkin. Germaniya chiqindi ishlash tizimi bo'yicha ham juda mashhur bo'lib, insonlar chiqindini turli ko'rinishlarda alohida idishlarda tashlashadi. Shu sababli mamlakat chiqindini qayta ishlash sohasida dunyo yetakchilaridan biridir. Nima deb o'ylaysiz? Eng ko'p quyosh panellari qaysi mamlakatda uchraydi? AQSh, Xitoy yoki Italiya? Adashdingiz, Germaniyada. Bugungi kunda o'lka qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqarish bo'yicha mutlaq jahon yetakchisidir. O'lkadagi quyosh panellarining 90% uylarning tomida joylashgan. Bundan tashqari hudud shamol energiyasini olish bo'yicha ham yetakchi mamlakatlardan biri sanaladi. Universitetlarda ta'lim olish bepul, hattoki xorij talabalari uchun ham. Germaniya ilmiy tadqiqotlar sohasida ish olib borish uchun ajoyib mamlakat. Bu o'lkadan 105 nafar Nobel mukofoti sovrindorlari yetishib chiqqan. Agar siz ham ilm va texnologiyalar ishqibozi bo'lsangiz, ushbu mamlakat aynan siz uchun. Germaniya immigratsiya darajasi bo'yicha dunyoda AQShdan keyingi 2-o'rinda turadi. Aholining 20% bir zamonlar bu yerga ko'chib kelgan immigrantlardir. Ularning 3 millioni turklar, 1,5 millioni polyaklar va 1,2 million ruslar sanaladi. Bu yerdagi o'rtacha oylik maoshi $3,500 teng. Bu esa qulay hayot uchun kerakli barcha sharoitlarga yetadi. Germaniyada ijara uyda yashash odatiy tushuncha. Aholining 4 dan 3 qismi ijara uylar va hovlilarda istiqomat qilishadi. Bu kabi uyda yashovchilarning xavfsizligi ham yuksak darajada himoya qilib beriladi. Qizig'i, aholining o'ziga to'q qatlam vakillari ham aynan ijara uylarda yashashni afzal biladilar. Jamoat transporti tarmog'i juda yaxshi rivojlangan va haddan tashqari qulay. Bekatlarda harakatning elektron jadvali turadi. Ularda transport vositalarining qachon yetib kelishi aniq ko'rsatib beriladi. Germaniyada siz kechga qolishingiz mumkin, ammo avtobus hech qachon kechga qolmaydi. Germaniya taksilari odatda krem rangli sariq tusda bo'yalgan bo'ladi. Nemislar juda ham konservativ bo'ladilar. Bu ularning liboslarida ham yaqqol seziladi. Ular odatda oddiy va qulay libos kiyishni, boshqalarning e'tiboridan chetda bo'lishni afzal bilishadi. Nemislar hadeganda kulavermaydilar. Hissiyotlarini ham kamdan kam hollarda ko'rsatishlari mumkin. Misol uchun, kafedagi ofitsiant xizmat qilish davomida bir marta bo'lsa ham jilmaymasligi mumkin. Ammo bu bilan ularni qo'pol deb ham atash noo'rin.
Agar ularga ko'chada yordam so'rab murojaat qilsangiz, kerakli yo'lni ko'rsatib berish bilan birgalikda kichik suhbat ham quradilar. Germaniyada mashinalar uchun tezlik cheklovlari mavjud emas. Buning asosiy sabablaridan biri Germaniya iqtisodiyotining eng muhim tarmog'i kuchli avtomobillar ishlab chiqarish ekanligidadir. Agar mashinalar uchun tezlik chegaralari qo'yilsa, top darajadagi sport mashinalari savdosi darajasi ham tushib ketishi mumkin. Germaniya avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha AQSh, Xitoy va Yaponiyadan keyingi 4-o'rinni egallaydi. U har yil davomida 6 millionta avtomobil ishlab chiqaradi. Bilsangiz, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti kabi brendlarning barchasi Germaniyaning Volkswagen Group avtokonserniga tegishlidir. Ko'pchilik odamlar Germaniyada pivochilik rivojlangan degan fikrda va bu bejiz emas. Mamlakatda 1,5 mingta pivochilik shoxobchalari ish olib boradi. Ularda ishlab chiqariladigan pivo turlari esa 5 mingtaga qadar yetadi. Aytgandek, Bavariyada xodim ish vaqti o'rtasida bir krushka pivo ichib olsa ham bunga nisbatan e'tiroz ham bildirishmaydi. Germaniyada nonning turlari juda ham ko'p. Aytishlaricha, nemislar 300 turdan ortiq non mahsulotlarini ishlab chiqarishadi. Mazali nonlarni nafaqat nonvoyxonalardan, balki supermarket va kichik do'konlardan ham xarid qilishingiz mumkin. Nemislar kartoshka va go'shtni juda yaxshi ko'rishadi. Germaniyaning sosiskalariga esa yetadigani yo'q. Bratwurst, Currywurst, Leberkäse kabi sosiskalarni nemislar juda ham sevib iste'mol qilishadi. Ularning turli tumanligi esa xorijlik mehmonlarni aqldan ozdiray deydi. Bluetooth sosiskasi yangi jonivor go'shtidan tayyorlanadi. Xizmat ko'rsatish ham a'lo darajada. Bu yerdagi ofitsiantlar o'zingiz so'ramaguningizga qadar chek olib kelishmaydi. Shu tariqa uni kutib soatlab qolib ketishingiz ham mumkin. Axir chekni tezlik bilan olib kelish nemislarda odobsizlik sanaladi. Nemislar qoidalar va ularga amal qilishni yaxshi ko'rishadi. Misol uchun, bu yerdagi ko'chalarda soat 22:00 dan keyin hech qanday baland musiqa tovushlarini eshitmaysiz. Aks holda zudlik bilan politsiyaga qo'ng'iroq qiladilar. Lekin bu yerdagi piyodalar o'tish yo'lagidan ko'zlaringizni yumib o'tsangiz ham bo'ladi. Nemislar bu hammomlarni juda yaxshi ko'rishadi va dam olish uchun do'stlar bilan hammomga borishadi. Ularning aytishlaricha, hordiq chiqarish har bir inson uchun muhim. Ayrimlar dam olish vaqtini turli parklarda, maysalar ustida o'tkazishadi. Bu holat odatda yoshlar emas, katta yoshli insonlar va qariyalarga tegishlidir. Mazkur xotirjam sharoitdan sayyohlar hayratlanib qolar ekanlar. Park yonida bolalar futbol o'ynashadi, insonlar itlari bilan sayr qilishadi va yugurib yurishadi. Hech kim bir-birining tinchligini buzmaydi va bir-biriga xalaqit ham bermaydi. Nemislarga festival yoki bazm uyushtirish uchun kichik bahona kerak xolos. Hosil mavsumi boshi festival, saroy rekonstruksiyasi yubileyi festival, ko'chaning qayta nomlanishi festival. Festivallar orasida eng katta va mashhuri Oktoberfest sanaladi. Germaniyadagi hayot turistlarning asl orzusidir. Bu yerdan mashina yordamida Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Avstriya Alplari, Chexiya va Shvetsiyaga qadar yetib olish mumkin. Do'stlar, siz ushbu mamlakat haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Balki orangizda Germaniyaga sayohat qilmoqchi bo'lganlar bordir. Bu haqidagi fikr va izohlaringizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.